Assalomu alaykum. Mana shunaqa joyga olib keldim oilani. Bu Toshkent viloyatida joylashgan Bo'stonliq tumani. Mana shunaqa kichkina sharshara joy bor ekan. Burasida odam ko'p-da. Ko'pchilik oilasi bilan kelgan. Turizmni rivojlantiramiz deyishadi-da. Ekologiyani aniq qilamiz deyishadi, lekin burasidan bitta ham o'rni yo'q. Buni tushunish uchun katta aqlli bo'lish kerak emas, Einstein bo'lish kerak emas. Oddiy ma'lum-ku, bitta ham o'rni yo'q. Odamlar qayerga keyin musorni tashlasa, конечно, keyin iflos bo'ladi. Gap yo'q.